Odamga bog'lanmang. Odamga bog'lanish juda katta xato. Biz Allohga bog'lanib yashashimiz kerak. Mehrimiz va muhabbatimiz faqat Yaratganga bo'lishi kerak. Siz odamga qancha ko'p bog'langaningiz sari, qancha ko'p odamni ushlab o'tirganingiz sari shuncha uni ilohiylashtirib qo'yasiz. Go'yoki u hamma narsa va hozir agar u mendan ketsa, meni hech kim olmaydi. Endi u meni hayotimdan chiqib ketsa, men hech kimga kerak bo'lmayman degan qo'rquv, xavotir bularning hammasi sizni Xudodan shuncha ko'p uzoqlashtiradi. Masalan, shu odam bizga hayotimizdan chiqib ketishi kerak yoki nima uchundir shu odam keldi-yu, nima oldim, nima o'rgandim shu odamdan, nima berdi bu inson menga. Mana shu muddatda men qanday bo'lishim mumkin edi. Bizga o'zimizning xatolarimiz ko'rinmaydi. Atrofni, odamlarning xatosi juda oson ko'rinadi-da. Xatolik yo'q, o'zimiz qanday bo'lsak, xuddi shunaqa odam bizga keladi. Dars berishga keladi, o'zimizni tushunishga keladi, bizni yana ham o'zimizni anglashimiz uchun mana shunday odamlar keladi.